Hurmatli o'rtoqlar, futbolda intriga avj olyapti. Superliga yonyapti. Oldindan Nasaf, 12dan Neftchi va Paxtakor va hokazo futbol klublari bir-birini quvishdan biri toyishmayapti, charchashmayapti. Bir narsani tan olish kerak, bugun o'zbek futbolida Farg'onaning muxlislari peshqadamlikka chiqib oldi, aylandi. Peshqadamga hattoki o'sha uzoq bir masofaga mehmonga borganda ham orqasidan yuzlab, minglab muxlislar yetib boryapti Neftchini. Endi andijonliklardan uzr so'raymiz. Sizlarga bu holat qattiq tegib ketish kerak emas. Sababi endi ko'ryapmiz, sizlarda klublaring juda ham bir pastki pog'onada hozir harakatlanyapti. Siz maqtanishingiz mumkin, biz Osiyo chempionatida, Osiyo chempionatlar ligasida o'ynayapmiz deyishingiz mumkin, lekin o'zbek futbolida bugun pastroq bir pog'onada turibsizlar. Ertaga 5-oktyabr kuni ajoyib o'yin bo'ladi. Barcha andijonlik muxlislarni Farg'onaga chorlab qolamiz. Albatta, Neftchi g'alaba qozonadi.